U 10dan 10, lekin kechqurun yurishingizga ruxsat bermaydi. Нормально. O'zi bilan yursa нормально. Kechqurun куда смотря, куда. Bitta o'zingiz yurishingizga ruxsat bermaydi kechqurun. Bu joylargami? Borishimga ham? Да, в целом. Наверное, 6. U 10dan 10, lekin doim pul tejash o'ylaydi. Tokioda qancha pulga yetadi? Men o'ynab topayman pulga. Yo'q, unda вообще 0. Yo'q, kerak emas. Pul tejaymiz. Это вместе, когда qanaqadir oilaviy byudjet bo'lib nimadirlar qilayotgan bo'lsak, kattaroq-da. No, на женщин нельзя, наверное. U 10dan 10, lekin вечно telefonda занятой такой. Agar pul keltirayotgan ish bo'lsa, okey. Biznes. 8. U 10dan 10, lekin kontra o'ynaydi. Что за детский сад? Наверное, 3 bo'lsa kerak. 3 chunki men o'zim o'yinni bilmadim. 3. Sevib qolsangiz, Balkim. chidaysiz. Balkim bo'lishi mumkin. U 10dan 10, lekin ota-onasi bilan yashagisi keladi. O'sha norma. O'sha norma. Men oldindan bir xohlaganman qaynonam bilan yashashni, чтобы прям sevib qolib, oyijon, короче, yordam beradigan shunaqa bo'lishini apalgan. Hozir на данный момент, наверное, оценка bo'lsin 5. Baribir отдельно hozir xohlayman. U 10dan 10, lekin uydagilari, например, уже anaqa oila qurdinglar. Tam opa-singillari, uydagilari bor. Qanaqadir nimadir bo'lib qolsa, siz emas, ko'proq ularning tarafini oladi. Hammani yonida. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Olmas. Hamma yonida ularning tarafini oladi, lekin o'zinglar bo'lganinglarda. Yo'q, -1. Naоборот, hammani yonida meni yonimga olib, ichkarida keyin можно там qanaqadir tanbeh berish menga deyishni. Yo'q, hammani yonida net.